Document 1 yil o'tdi уже. 1 yildan beri reyestr haqida konkretniy sizlarga 100% faktik ma'lumot beraman. Bolalar Domodedovo kelinglar, dokumentda muammosi borlar, dokumenti borlar, nima bo'lsa O'zlaringga yaqin hududga MVDga borib o'zbekcha tojikcha qilib rushnoy bagajlarni anaqa qilib yozib qo'ygan. Ko'rib turibsizlar, shtraf olmasligi uchun patentga pul to'lab yuribdi. Qilib kuzatib qo'yapti xudo xolasa. Ketdik, yuraylik opa. Reyestrga tushib qolganlar kirdi chiqsa bo'ladimi va deport zapret bo'lib qolmaydimi? Reyestrga tushib qolgan insonlar qachon ochilib ketadi va 100% patent получится bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, hurmatli musofirdagilar. Bugun sizlarga juda ham kerakli ma'lumotni beraman. 22-noyabr kechqurun 21:00 bo'lgan soat aeroport Domodedovodaman. Avtobusni ko'pchilik tanisa kerak. Deport zapretga tushib qolganlarni через spespriom kelishadi. Akalar, ko'cha sovuq. Bugun sizlarga aeroport Domodedovoda ichkariga kirib olib, juda ham reyestrga tushib qolgan insonlar uchun kerakli ma'lumotni beraman. Videoga o'tkazib yubormasdan обязательно like bosib, podpiska bo'lib qo'yinglar, chunki kerakli ma'lumotlarni tezda sizlarga yetkazib beraman. Kommentariy ham birinchisida Telegram kanalimiz bor, o'tib obuna bo'linglar. Aviabilet jadvallari, kimga arzon aviabilet kerak bo'lsa, kutib olib kuzatib olish xizmatlari kerak bo'lsa, dokumentda chatoq akalarimizda va patenti annulled bo'lib ketgan, o'zi bilmagan holatda pul to'lab yurganmiz, значит, proverka xizmatlari kerakmi? Qaysi holatda bo'lsa, kommentariy birisida Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Sizlarga bugun juda ham manfaatli videoni va manfaatli informatsiyani yetkaziraman. Savoliga javob 100% oladigan umiddaman. Ayniqsa musofirga yurib, bizga o'xshab reyestrga tushib qolgan insonlar. Shaxsan o'zimiz boshimizdan o'tganini sizlarga ochiq oydin yetkazib beraman. Akalar, ichkarida bitta sizlar uchun Abzor qilib ko'rsatib boraman. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga registratsiya jarayonlari ochiq hammasi. Azar 5-vihtdan shundoqqina kirganlaringda srazi chap tomonga yurasizlar. Aeroport Domodedovo 5-vihtdan kirgan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston barcha reyslar mana shu yerda bo'ladi. Xo'p, aviakompaniya Uralskiy, O'zbekiston havo yo'llari, Centrum, Qanotchar barchani informatsiya berib ketaman video davomida inshaalloh sizlar uchun. Xo'p. 189 dan to 190 gacha bu Uralskiy aviakompaniya O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston полный registratsiya jarayoni mana shu yerda bo'ladi. O'zgarish hech qachon bo'lmaydi. Qizil lentalardan bilib kelaverasizlar. Rushnoy bagajga juda ham hushyor bo'lasizlar. Chunki o'zbekcha, tojikcha qilib rushnoy bagajlarni anaqa qilib yozib qo'ygan. Ko'rib turibsizlar. Shtraf olmasligi uchun video davomida eslab ketyapman. Yonginasida mana besplatniy tarozi mana akalar. Besplatniy tarozi yuklayman. Proverka qilib, keyin registratsiya shakasiga borsa ham bo'ladi. Xo'p, O'zbekiston havo yo'llari u tomonda 174 dan to 177 gacha bu O'zbekiston havo yo'llari bo'ladi do'stlar. Registratsiya jarayonlari 32 bagajingiz hech qachon o'zgarish bo'lmaydi, doim shu yerda bo'ladi. Xo'p, mana 174 dan to 177 gacha 32 bagajlisi mana shu yerda bo'ladi. Yonginasida mana bu tomonda ham besplatniy tarozi, u tomonda 224 O'zbekistonning kassasi, lishni yuklaringa mana shu yerda pul to'laysizlar. Keyin chekni olib baqa berib turib, shunaqana chiqib ketish eskalator. Masalan, 10 dan bezak men akalari mana misol uchun 10 eskalator orqali ham chiqib ketsalar ham bo'ladi. Pramo ikkinchi etajga chiqasizlar. Xohlasalar ham bu tomonga chiqib ketsalar ham bo'ladi. Ya'ni Belarusga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga, Armiyaga bilet olganlar u mana eskalator ko'rib turibsizlar, mana yozib qo'ygan. Mana shu eskalatordan chiqib ketasizlar. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga u tomondagi eskalatordan chiqib ketasizlar do'stlar. Azizlar, u tomonda agar tog'lar ko'p deydigan bo'lsangiz, hali ko'rsatib o'tgan ekselatorimdan mana bu tomon orqali chiqsalar ham bo'ladi. Videoni uzmasdan olib ketaman. Faqatgina bitta like bosib, podpiska bosish esdan chiqmasin, iltimos sizlardan. Mana shu eskalatordan shundoqqina chiqasizlar-da, o'ng qo'l tarafga yurasizlar. Ya'ni bu akalarga tushib qolmasdan, чтобы levi pravi qilib kirib ketishlaringga sharoit. Agarda o'zlaring uverin bo'lmasalaring, bizga murojaat qilsalaringiz, o'zimiz chiroyli qilib kuzatib qo'yish xizmatlarimiz bor. Sberbank akalar, opalar, ajdana zalida birorta aeroportda Sberbank bo'lmaydi. No, любой bankomat bo'lmaydi ichkarida. Shu yerda o'ziyoq pullaringni hal qilib olishni tavsiya qilaman. Ko'rib turibsizmi? Ajdana zalida ham hech kim yo'q. Boya ko'rsatganim
Qozog'iston, Qirg'iziston do'stlarimiz mana shu eskalatordan chiqib u tomonga kirib ketadi. Mana shu to'g'riga kirib ketadi. O'zbekiston, Tojikistonga bilet olgan do'stlarimiz narigi eskalatordan. Tabloni o'ng tarafi O'zbekiston, Tojikiston, tabloni chap tarafi Qozog'iston, Qirg'iziston, Belarus, Armeniya. Aynan shu vahimali joy, mana shu yerda hozir Daniel Dreymi akalarimiz yo'q. Mana shu yerdan shundaygina o'tasizlar, kirib ketaverasizlar do'stlar. Shunaqa gaplar. Sizlar akam qanot charxdi, Domodedovo va Samarqand yo'nalishi bo'yicha yapti. Mana akam chiroyligina xudo xolasa hozir aeroportdamiz. Aka, dokument qancha o'tib ketgan? Dokument 1 yil o'tdi уже. 1 yildan beri. Nima ish qilasiz aka? 1 yildan beri bez dokument ishlab yuribsiz, qo'lga tushmabsiz. Bo'tovga qilaman. Gap yo'q. Xudo xolasa akam bilan inshaalloh aeroportda ko'rishib, aka, mana shu niyatlaringiz amalga oshgan bo'lsa Rossiyada men xursandman. Ota-onangizni oldiga ketyapsiz. Sog'-salomat yetib borishni Allohdan so'rayman aka. Qayerdansiz o'zi aka? Qashqadaryoda. Qashqadaryo. Qachon bu tandirimiz ommaga qachon tandir olib kelasiz aka? Qachon Qarshiga borsangiz tandir deymiz. Bo'ldi. Joninglar omon bo'lsin, hurmatli azizdoshlar. Akam dokumentlarda kamchilik bor edi. Dokumentda kamchilik bor edi do'stlar. Ertalab tong saharlab uchmoqchi bo'lsanglar, kechqurun kelib olsalaringga mana akamga o'xshab bez muammo, bez problema shu aeroportning ichiga kirib olasizlar. Joninglar omon bo'lsin, Saidjon aka sizlar uchun xizmatingizda. Rahmat. Domodedovo va Urganch yo'nalishi bo'yicha reksdan o'tkazilib, ajdana zalga olib ketilyapti. Xo'jayin chotki mamasi? Gap yo'q, kuzatib qo'yapmanmi? Opalar mana, chiroyli qilib kuzatib qo'yapti, xudo xolasa. Ketdik, yuraylik opa. Ajdana zalga qarab. Birinchi talon opa, Shahlo opa mang. O'ng birinchisini o'ng. Mansurbek siz-a? Ha, tog'amiz Kazash mana. Xudo xolasa ajdana zaldamiz. Azizlar orqamda ko'rgan tomojniy kontrol, ya'ni passajlarimiz ayol kishida videoga ololmadik, kirib ketishdi. Boya sizlarga tashlab eslatib o'tgandek, reyestr haqida konkretniy sizlarga 100% faktический ma'lumot beraman. Diqqat bilan eshitinglar. Noto'g'ri bo'lsa kommentariyada yozinglar, uka, gaping noto'g'ri deb. Lekin men o'zim o'qib chiqib sizlarga ma'lumot yetkazaman. Xo'p, qaranglar, juda ko'pchiliklar reyestrga nima sababdan tushib qolyapti? Patenti annulyat bo'lib ketib qolyapti yoki dokumentida причина chiqib qo'yib, reyestrga tushib qo'yapti. Kartalari bo'lgandan keyin reyestrga tushganini o'zi ishonch hosil qilyapti. Akalar, opalar, hurmatli musofirdagilar, mana shunaqa voqeaga tushgan, mana shunaqa sistemaga tushgan odamlar do'stlar, iltimos qilaman, hozir ko'rib turibsizlar, 10 ming, 20 ming rublga juda ko'pchiliklar reyestrni ochib beryapti-da. To'g'ri, ochsa bo'ladi, lekin sizlar shu narsaga ishonch hosil qilishingiz kerakki, dokumentlaring 100% bo'lsa agar, ya'ni o'sha o'zlaringga yaqin hududga MVDga borib, заявление o'zlaring yozib, ya'ni reyestrlarni ochsalaring bo'ladi. Agar dokumentlarda bironta причина bo'lsa agar do'stlar, bilasizlar, 90-365 yangi stat, ya'ni qonuni bor do'stlar. Ko'pchilik gransiyaga borib kelsang reyestr ochilib ketadi deyapti. Juda ko'pchilik o'sha 10 ming, 20 ming rublga reyestrni ochkizib, lekin bu vaqtinchalik ochiladi. Ya'ni qancha muddatga? 3 kundan to 7 kungacha ochiladi. Gransiyaga borib kelsang ham shu 7 kun qolmasdan yana blok bo'lib qolasizlar. Biron tanish bilishli yaqin insonlaringga ochtirsalaring ham bu bilinglarki, yana qaytadan sizlar reyestrga tushib qolasizlar. Reyestrga ochishda eng asosiy varianti bu 2026-yil 1-yanvardan avtomatik necha ming odam reyestrga tushgan bo'lsa, barchani reyestr avtomatik ochilib ketadi va dokument qilishingizga shart-sharoit qulaylik bo'ladi va sразу sizlar o'sha dokumentga harakat qilishlaring kerak. Yanvargacha iltimos qolaman, aql lishniy rasxod qilmanglar. Kirdi chiqdiga masalan biz o'zimiz ham gransiyaga jo'natamiz, lekin gransiyaga mashinalar ham borib keladi. Shu akalarimizga iltimos qolamanki, reyestrlaring hech qachon gransiya borib kelgandan keyin dальше sizlarni reyestrga tushmasdan reyestrlar ochilib qolmaydi. Vaqtinchalikka 2-3 kunga ochiladi, yana avtomatik tushib qolasizlar. Videolarga like bosib tarqatinglar. Agar gapim noto'g'ri bo'lsa, kommentarda yozinglar. Men javob beraman 90% do'stlar. Dokumentingiz, o'zgina причинangiz bormi? Reyestrga sразу tushasiz. Annulyat bo'ladi patentingiz va kimlardir patenti annulyat bo'lib yurib, patentga pul to'lab yuribdi. Kellar shu haqida ham sizlarga ozgina aytib o'tib ketaman. Bizda aviakasamizda tekshiruv xizmati bor. Agar kim patentga 100% ishonch hosil qilmoqchi bo'lsa, patentning orqa oldini rasmga olib tashlaversangiz WhatsAppdan, shu ekrandagi nomerlarga 3-4 soatda biz bazada bormi, ya'ni aktualmi yoki annulyat bo'lganmi sizlarga aytamiz. 1000 rublmi, 1200 rublga через MVD tekshirib beramiz. O'zini ehtiyot qilinglar do'stlar, reyestrga tushib qolgan do'stlarimiz bu videoni обязательно tashlab qo'yinglar.
reyestrga tushib qolgan insonlar uchib ketsak bo'ladimi? Deport zapretga bormayman degan so'ng hech qanaqa deport zapretga bormaysizlar. Agar bir yilda sizlar 2 marta administratsiya ishtirok olmagan bo'lsalaringiz, ko'ngil to'q qilib 100% uchib ketsalaring bo'ladi va iloji boricha yanvar oyida kelishlaringni tavsiya beraman. Shu yangi yilda oila a'zolaringni kutib keyin kelishlarini tavsiya beraman. Bilaman, hammani har qanaqa sharoiti bor. Hamma ishlashga keladi, hamma mehnat qilgan, hamma oldiga qo'ygan maqsadni amalga oshirgan. Просто men ichimdan kuyunib gapiryapman. Bugunning o'zida bir nechta emas, 10-15 talab odamni ko'rdim. Uyga kecha restoran borib keldim, yana restoran tushib qoldim. Uka bittasiga yaqin odamga 20 ming berib ochtirdim, yana restoranga tushib qoldim degan insonlarni ko'rib, ahvoli maslagiga video orqali o'zimni informatsiyani yetkazib qo'yapman. Jonim bo'lsin, Sajonov sizlar uchun xizmatlaringda arzon aviabilet kerakmi? Zarodakoningizda sudga chiqqanmi, chiqmaganmi tekshirish kerakmi? Facebook taqib qo'yganmi? Pasportda deport zapret proviga qilish kerakmi? Hamma xizmatlarimiz eng arzon aviabiletlarimiz shu ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Shaxsan o'zim ko'tarib barchaga ma'lumot javob beraman. Sog' bo'linglar. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan kelgan do'stlarimizdan iloji boricha informatsiya berishga harakat qilaman. Toshkent Damadeda lishni o'zim bilet yozib berganman. Uchib kelishdi. Inshaalloh. Odamlar sekin chiqyapti. Agar qayerda uchib kelasizlar? Termiz. Ha, gap bo'lishi mumkin emas. Termiz yo'nalishi bo'yicha kelishibdi. Xohlasa. Aka qayerdan uchib kelasiz? Qayerdan uchib kelasiz? Termizdan. Hamma Termizdan chiqayotgan ekan, xudo xolasa. Bizniki Toshkentdan kelish kerak. Toshkent Damadeda bo'yicha 601-reysda xudo xolasa uchib kelishibdi inshaalloh. Qalay chiqdingiz? Zo'r cho'kki, dahshat. Qancha vaqtda Qilamiz chiqdingiz? O'zbekiston havo yo'llari Domodedoga kelinglar. Dokumentda muammosi borlar, dokumenti borlar. Nima bo'lsa ham Domodedoga kelsalaring yaxshi tezroq chiqasizlar. 5-10 daqiqa uzog'i bilan chiqsalaring Uzoq bo'ladi. bilan chiqdingiz. Bemalol chiqsalaring bo'ladi. Inshaalloh aeroport Damadeda ko'p turgandek, mana xolisona 601-reysda kelindi, lekin migratsiyadan obязательно tekshirib olishlaringni tavsiya qilaman. Xudo xolasa sizlar uchun biz xizmatlaringda do'stlar. Aynan O'zbekiston fuqarolari Domodedoga kelsalaring yaxshiroq. Hurmatli do'stlar, ko'rdilaring, hamma informatsiyani reyestrdan kerakli ma'lumotni cho'tkilar sizlarga yetkazdirdim. Akalar, opalar, videoga like bosib tarqatib yuborasiz degan umiddaman, xudo xolasa. Sajonov sizlar uchun xizmatlaydi. Bugun 22-noyabr kechqurun 12:00 bo'ldi. Ertaga 23-noyabr kuni video chiqadi. O'zingizga ehtiyot joylar bo'lsin. Eng arzon bilet kerakmi? Sizlarga murojaat qilinglar. Anchim choy akasidan 500 rubl, 600 rubl arzon qilib beramiz. Sog' bo'linglar.